Ayni vaqtlar desa, tabriklar davom ettirsak, assalomu alaykum. Bujon davom ettiramizmi? Assalomu alaykum. Mehmonlar va bizamonlar. Ukam Shukur buva 80ga kirib sakrab, 90ga to'qnashib, 100larga kirib yuzlashib mana yursin. Nevara chivaralarni huzurini ko'rib, doimo sog' salomat bo'lsin. Davlatlari undan ham ziyoda bo'lsin. Xushkani mana xush chaqarib, kelinlari ham, qizlari ham, o'g'illari ham xushkandan bilan xush chaqarib, nevara chivara ko'rib, yuzlarga kirishib yursin. Sog' salomat bo'lsin. Hammalar Assalomu alaykum. Jiyanlarim, nevaralarim, mashhur yig'ilgan barcha qarindosh urug'larim, hammamiz shu buvamizni ukamni tug'ilgan kunini nishonlayapmiz. Avvalan mana shuni tashrif qilgan bolalariga, kelinlariga, barcha yordam qilgan barcha ahliga nimalar bo'lsa, rahmatlar bo'lsa, Allohim shu buvamizga umrlarga umr bersin, umrlarga baraka bersin. Bolalarni, nevaralarini boshiga sog' salomat bo'lib, shularni boshini silab, shularni umrini silab, shularni doim xizmatini qilib, bolalari ham shu buvamizni xizmatlarini qilib, sog' salomat bo'lib yursin. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun hurmatli bobojonimni tug'ilgan kuni. Bobo yuzlarga kirib yuring. Har kuni xuddi shunday qilib yig'ilib yuraylik. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Yana bunday bobojon tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Albatta o'ylaymizki, xursand bo'ldingiz. O'ylaymizki, mana shu kun chiroyli tarzda xotirangizda qoladi degan umiddamiz. Rosa farzandlaringiz hayajon ila mana shu daqiqalarni kutdi, intizorlik ila. Sabablarga ko'ra birozgina kechikdik. Uzr so'ragan holda o'ylaymizki, niyatlarimizga, chiroyli niyatlarimizga yetdik. Bizda esa shirinlik tortlari ham bor. Albatta mana shu shirinlik tortlari ham farzandlarimizdan qat'iylarni chaqirsak otamizga taqdim etamiz. Qolaversa, pichoq bilan tarelka ham olib ko'raylik. Yaxshi niyatinglar o'zlari birgalikda kesib beradilar. Marhamat, davom etamiz.
vatan Cenneti beraber Cenneti beraber Dostum cesaretim Cenneti beraber Tabriklamoqchi bo'lganlar bormi? Yana kimdan tabriklaymiz? Tabriklamoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat kelinglar. Keling.